Premyer Liga tobora qizg'in tus olmoqda. Chempionlik uchun da'vogar 2 klub. Chempionat yakuniga 9 tur qoldi. Assalomu alaykum, siz Yashil maydon kanalidasiz. Premyer Liganing 2025-26 mavsumi yakuniga oz vaqt qoldi. Premyer Liga jadvalida Arsenal 66 ochko bilan yetakchilik qilmoqda. Manchester City esa 60 ochko bilan ikkinchi o'rinda borayapti. Londonliklar manchesterliklardan bir tur oldinda. Ya'ni shaharliklar hali 30-turni o'tkazishgani yo'q. Arsenal esa o'tkazib bo'lgan. Demak, shaharliklar zaxiradagi o'yinda g'alaba qozonsa, o'rtadagi farq 3 ochkoga qisqaradi. Agar Arsenal qolgan 8 ta o'yinda g'alaba qozonsa, chempionlik aniq. Shaharliklar 9 ta o'yinda g'alaba qozonsa ham foydasi yo'q. Premier Liganing 33-turida Arsenal Manchester City mehmoni bo'ladi. Bu o'yin chempionlik taqdirini bevosita hal qilishi mumkin. City oldida hali kuchli raqiblar mavjud. Arsenalga esa nisbatan osonroq. Lekin bu Premier Liga. Maydon tekis, to'p yumaloq. Aytib bo'lmaydi nimalar bo'lishini. Sizningcha bu yil Premier Liga chempionligi kimga nasib etadi? Yana bir ma'lumot, Angliya Liga Kubogi finalida 2 klub 22-mart oqshomida Kubok chempionligi uchun kurashadi. Eng qizig'i, 2 klubda ham treble yoki trobi yutish imkoniyati o'z qo'llarida. Chunki 2 klub ham Premier Liga chempionligi, Chempionlar Ligasi, Angliya Kubogi va Angliya Liga Kubogida ishtirokini davom ettirmoqda. Yashil maydon kanali sizga eng ekskluzivlarni ilinadi. Bizga obuna bo'ling. Biz 5000 taga chiqsak, videoroliklarimiz jonli sharhda sizlarga havola etiladi. Yashil maydon. Futbol va yana futbol.